Assalomu alaykum. Vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunning 23-moddasi bilan tanishamiz. 23-modda. Diniy tashkilotni ro'yxatdan o'tkazishni rad etish uchun asoslar. Diniy tashkilotni ro'yxatdan o'tkazish quyidagi hollarda rad etilishi mumkin. Agar diniy tashkilotning tashkil etilishi konstitutsiyaviy tuzumni zo'rlik bilan o'zgartirish, O'zbekiston Respublikasi suvereniteti, yaxlitligi va xavfsizligiga qarshi chiqish, fuqarolarning konstitutsiyaviy huquq va erkinliklarini kamsitish, urushni, ijtimoiy, milliy, irqiy hamda diniy adovatni targ'ib etish, fuqarolarning sog'lig'iga va xalqning ma'naviyatiga tajovuz qilish maqsadini ko'zlagan bo'lsa, diniy tashkilotni tuzishning qonunda belgilangan tartibi buzilgan bo'lsa yoki taqdim etilgan hujjatlarda qonunchilikka nomuvofiqliklar mavjud bo'lsa, tuzilayotgan tashkilot diniy tashkilot sifatida e'tirof etilmagan bo'lsa, taqdim etilgan ta'sis hujjatlarida atayin noto'g'ri axborot mavjudligi aniqlangan bo'lsa, ro'yxatdan o'tkazuvchi organning diniy tashkilotni ro'yxatdan o'tkazishni rad etish to'g'risidagi qarori ustidan sudga shikoyat qilinishi mumkin.